Ichimda qandaydir g'alati narsa borga o'xshaydi. Bu to'g'ri. Hozir to'xta. Himoyachilarimizni chaqiraman. Xo'p, menda yangilik bor. Biz uni himoya qilishimiz kerak. Chunki bu chaqaloq. O, chaqaloq. Yoqimtoyligini qara. Menga juda ham ko'p gormonlar kelyapti. Doktor Barlini yurgizishga erinyapman, to'g'risi. O'zimni g'alati his qilyapman. Bu ovqatlar chiqib ketgudek turibdi-da. Vahima qilmanglar. Ushlab turmasdan chiqarib yuboringlar. Yana hammasi o'z-o'ziga tushadi. Ikkinchi trimestr. Voy, oshna, sal surilsang-chi. Bizga ozgina joy kerak. Nafas olish qiyin bo'lib ketdi-yu. Mana ba'zi bolalar chaqaloq. Bu chaqaloq juda ko'p narsa so'rayapti. Men qon hajmini va qizil qon hujayralari sonini oshiraman. Ey miya, bizga temir kerak, judayam. Yo'q, bera olmayman. Temir yo'q. Chaqalog'imiz hammasini yeb bitirdi. Yo xudo, bu hamma qonni haydab berishni o'zi bo'ladimi? Voy, yana arteriyalarimni qismaslikning iloji bormi? Bo'lmasa hammamiz muammoning tagida qolamiz. Qornim ochdi bolalar. Menga go'sht. Onamga esa suyagan. Mayza. Ups, ushlab qola olmadim. Bunaqa qilinchda tuturishni imkoni bo'lmayapti. 3-trimestr. Voy, bu yerda yashash mumkin emas. Meni ochma, lekin to'g'ri his qilyapman. Ey, xayringni bergurlar, tomirimni ezma. Boshim aylanyapti, nima balo. Ortiq chidolmayman, o'lib qolaman hozir. Shoshmanglar. Bo'lmasmi bo'ldi? Pastga tushayotganga o'xshayapti. Xo'sh do'stlarim, meni vaqtim keldi. E'tibor uchun katta rahmat. Endi men borib onamni tashqarida joniga tegaman. Ko'rishguncha. Hey miya, oldingi safar ichimda g'alati narsa bo'lgan esingdami? Nimaga edi? Yana bittasi paydo bo'ldi. No!